Bugun sizlar bilan uyttiza kirib uylanmagan yer sayyorasidagi noodatiy mavjudotlar haqida gaplashamiz. Ketdik. Ana bratanoti Islom. Bu o'z juftini boshqa sayyoralardan izlamoqda. Hozir nima qilyapsiz? Xalaqit bermang. O'zga sayyoraga signal yuboraman. Hozir bu kishini tanasi yerda, miyasi esa o'zga sayyoralarda suzib yuribdi. Kelajakda qaysi sayyoradan uylanmoqchisiz? Saturn. Saturndan uylanmoqchi ekanlar. U yerda qanday to'y qilmoqchisiz? Odam ko'chirish u bilan. Muammo emas. Ha. Mana Elon Musk o'zini ilmiy tashviqotlarini yakuniga yetkazgandan keyin 250 kishi Saturnga bostirib boramiz. Keyin bara qarz qilib to'y qilamiz, kelinni olib kelamiz. Mana signal yuboraman, qarang. Signalga atvet kelsa bo'ldi. Keyin bitta iltimosim bor. Mana shu peredachangizda o'zga sayyoralarga ham e'lon qiling. Mo'sh meni muhabbatim kuzatib turibdi. Ha? Shu videoni o'zga sayyoradagi qizlarga yuborib qo'yinglar. Mabodo Islomjon ham bir baxtini topib ketsa. Ha?